Mana azobunachilar pishdi. Cho'qimiz hali ham turibdi. Mana bulyonlarimiz, mana o'ryo'tinlarimiz. Mana o'ryo'tinlarimiz. Mana asaka choyxonasida kelavringlar, pishdi. Hasblarimiz pishdi. Tog' go'shtli, mol go'shtli dumbalar solingan. Mana qaynaqqina tovuq hasblarimiz pishdi. Mana tutunlar chiqyapti azobunachilar. Mana go'zal va betakror bo'lib, qip-qizil bo'lib pishdi. Mana azobunachilar. Mana kimga necha kilo kerak? Allohga shukr inshaalloh. Mana bulyonlari ham go'zal va betakror bo'lib tushdi. Mana mol hasblarimiz ham pishdi. Dumbalar solingan, ziravorlar va shirin va go'zal va betakror. Mana qaynoq tutunlari chiqyapti. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, mana rosa shirin bo'lib pishdi. Kimga necha kilo kerak? Kelavringlar. Dastavka ham qilaveramiz. Mana tovuq hasblarimiz mana. Bozorda hasb emas bu, guruch solinmagan, go'shti o'zida bo'lgan. Piyoz yo'q. Mol go'shtlik. Go'shi ham dumba go'shtlar bor. Ichida mol go'shtlik va dumbalar solingan hasb. Mana tovuq go'shtlar. Bu ham go'sht, go'shti o'zi. Hech qanaqa nima yo'q. Mana qaynaqqina hozir pishdi. Mana asaka choyxonasida murojaat qilaverasizlar. Tandirdan hozir olindi.